Assalamu alaykum bütün dünyadaki barlıq aziz görürmenlerimiz Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasındaki Uyghur Avazi söhbət programması hoş geldinler. Ben programma riyasetçisi Baxtiyar Ömer. Aziz görürmenlerimizniki söhbətni görüş jarayonida kanalımızga a'zo bo'lishni va ham berilishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonimiz Shveysariya Uyg'ur jamiyatining hurmatli raisi Andili Abdukerim Mehmet Kerim efendi bo'ldi. Söhbətimizə xoş gəldiniz, hörmətli Kəndili əpəndi. Rahmet, hoş bulduk. Rahmet. Bizimle ait xoş sizniki söhbətimizə gəlginizə. Bugünkü söhbətimiz Qurultay və Avropadakı təşkilatlar tərəfindən 5-ci ayının 13-cü günü ötküzüş planlanıyatqan Cenevadakı BDT baş ştabı aldıda bulunğan zor namayışının tayyorligi haqida bo'ldi. Şuna Andili Efendi'ni bugün ciddi bu doğrusunda söhbətə təklif qıldıq. Söhbətini başlaşdan burun, hörmətli Andili Efendi aldı bile özünüzü bir tanıştırıb etsiniz. Biz teximi yaxşı tanıb alsaq sizni. Rahmet. Rahmet. Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki aziz Şarkı Türkistanlıklar, aziz Uygur halkım. Ben Andili 22 yıldan beri Shveysariyada yaşayatıman. Müşarik qarindoshlarimiz bilan birga bir teşkilatımızı kurup bu şu yıllardan beri Shveysariya halkıga, hükümetiga işgal asırlık vatanımız Şarkı Türkistan'ı iziliş ve yok kılış girdabı berilip kalgan aziz Uygur milletimizin ahvalını tanıştırış, bularının destekini kolga keltiriş faaliyetlerini elip veriyoruz. Elbette bu faaliyetlerimiz bütün dünyadaki teşkilatlarımızla birlikte elip verildi. Bu Dünya Uygur Qurultayının Shveysariyada nurgun faaliyetleri buludu. Bununla biz her daim yaxşı hemkarlıkta destekli bulduk. Mening deydiğim müşinçilik men özüm müşahede yaşap turuyatıman, hem müşarik qarindoshlar bilan qo'limizdan kelgan sharoitda Shveysariyaning haq-huquq qonunlariga uygun moslashgan holda milletimizning, vatanimizning ahvalını tanıştırış, yani bularning qo'llab quvvatlashni qo'lga keltirishga tirishib kelyapmiz. Köptün köp rahmet. Hem de söhbətimizə temasını qaytıb keləyli. BDT Kişilik Hüquq Ali Komissari Michela Bachelet xanımның 5-ci ayda Şərqi Türkistan qıldırğan ziyarəti növbətdə hem BDT'nin hem xalqara kişilik hüquq təşkilatlarının, yani şundaqla chet ellərdəki Uyğur təşkilatlarının cemaatinin asaslı gün tərtibinin biriga aylandı. Çünkü bu BDT qurulğan 74 yıldan bu yan ve Şərqi Türkistan Xitay komünistler tərəfindən işğal qılınğan 73 yıldan bu yan tuncu qitim BDT'nin Xitayның irqi qırğınçılığı ve insaniyetke qarşı cinayetleri haqqında vətnimiz Şərqi Türkistan'da bevasita tekşürüş elib berişi oldu. Gerçi BDT Kişilik Hüquq Ali Kengişi 2021 yıl 8. ayda Uygurlarning kişilik hüquq vaziyeti haqqındaki umumi dokladni hazırlab chiqqan bo'lsa-mu, afsuski Xitoyning turli besimlari, to'sqinliklari tufayli mazkur doklad ta hozirgacha kechiktirib e'lon qilinmadi. Şuna Dünya Uyghur Qurultayı ve Avropadaki teşkilatlar bu qıtımqı tarihi namayışqa ciddi tayyorlik qilyapti. Elbette bu namayışniki oldingi sepida Shveysariya Uyghur jamiyatining raisi Andili Efendi bor. Şununla Cenevadaki namayış tayyorliklari ve namayışning iltimos ishlari qanday ketyapti? Bu to'g'riliq Andili Efendi'den tafsiliy bir uchurga erishsak deyman. Qani marhamat. Şunda Baxtiyar efendim deganinizdek bu qitimqi namayışning alayda bir önemi var. Çünkü bayatın dep öttünüz, bu bizning Şarkı Türkistan tarixida nəhayət mühim bir basqıç. Bu namayış mühim. Hem namayış hem hareket mühim. Bütün vatan millet için etilgan qadamlar qutluk buludu. Bütün faaliyetlerimiz mühim buldu. Lekin bu namayışda çoğun bir mana var. Çünkü bayatın deyilgende bu işgal asriki vatanga, yani Şarkı Türkistan'a bunçalik ali derecalik bir heyetning yoki bir shaxsning berishi tunji qatim. Hem tunji qatim, lekin bizning bu noroziligimiz bor Shveysariya Uyg'ur jamiyati bo'lishimiz bilan bu qurilishga, chunki ismi inson haqlari Ali komiteti komissarligi unda bo'lgandan hozirlagan doklad hozir e'lon qilinishi kerakdi aslida. Bu e'lon qilinmadi. İnşallah aldığımız kunlarda e'lon qilinishi mumkin. Namayışqa tayyorlik xizmatlari yaxshi ketilib bordi. Shveysariyadagi Uyg'ur jamoatchiligi bo'lishimiz bilan keladigan qarindoshlarımızdan bütün talepleri veya biz kılalaydıgan yardımlar olsa
Her her qanday vaqt biz tayyor buni bir bildirildik. Namoyish tayyorliklari yaxshi ketyapti deganimdek ruxsat hozir nima qilindi, iltimos qilindi. Uningga bir manfiy javob keladiganligini kutmaymiz. Nima qiladi, ruxsat beriladi. Namoyishning unumi nihoyatda ahamiyati nihoyatda muhim. Yani tariximizda biz nurg'un namoyishlarni qilib kelyapmiz. Butun dunyodagi qarindoshlar o'zi turayotgan davlatlarda namoyishlar qildi. Birleşme namoyishlar bo'ldi. Birleşme namoyishlar bo'lganda hammamizning hisob qo'ysak, Brükselda bo'lgan namoyishdan keyin Yevropa Birligi bir qarorlarni olishga majbur oldi. Undan keyin Januar 2018-yili kuzda qilgan namoyishdimi, undan keyin Birleşken Davlatlar Tashkiloti bir qarorlarni olishga majbur bo'lgan. Bu namoyishmi shundoq bir ahamiyatga ega namoyish. Shunga bizning tavsiyamiz, orzuyimiz bo'lib Yevropada yashayotgan Sharq Turkistonliklarning buni bir vatanga bo'lgan burchim, milliy kimlik burchim deb qarab, şu 5. ayning 13. kuni kelishga tirishishini talab qilamiz, tilakdoshimiz inshaalloh ko'p qatilish bo'lsin namoyishga. Ham Shveysariya tarafdan namoyishniki hozirgacha bir to'salg'i bo'lgan yoki bir manfiy bir nima yo'q. Masala yo'q, inshaalloh yaxshi o'rlashtiriladi deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Biz bir necha qatim jamoatniki zo'r ko'lam to'plashi bilan bir qism namoyishlar bo'ldi. Nihoyatda yaxshi kutilib cho'ng namoyishlarni sizlar tashkil qildinglar. Buning nurg'un tajribanglar bor. Buningga biz ishimiz nihoyatda yaxshi bir namoyish bo'ldi. Inshaalloh bütün Uyg'urlarningki to'planishi bilan bu qatimqi Oliy komissarniki Sharq Turkistondagi tekshirishi hamda ziyorat da'vatidir. Tekshirish bo'lishini umid qilamiz. Hamda shu yerda nurg'un odamlar balkim poyezd, avtobus, mashinalarda kelishi mumkin. Hamda Uyg'ur jamoatining kelib ketishlarida shu mashina to'xtatish maydoni, anadagi aeroplandan kelish yoki boshqa bir vositalar orqali Yevropa yoki butun dunyoning har qaysi joylaridan kelganlarniki bir qulayliklar yaratish ehtimolliklari bormi? Oldingi qatimda tushadigan hotel, mehmonxona yoki mashina to'xtatadigan o'rinlarni sizlar hammasini ko'rsatib yaxshi bir yo'l boshchilik qilganlar. Bu qatim shundoq bir tayyorliklar bo'lyapti. Bu to'g'riliq so'zlar bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Hava yoluyla yani aeroplan bilan kelgan qarindoshlarning samiy hisob qo'yili. Janubiy aydurumda chiqishda bir nima chiqayotganda jiq odamlar bordi. Qarsa diqqat qilsam yeziqliq, bekorliq bir bilet var 1 soat o'tadigan Janubiy shahar ichida. Chiqayotgan vaqtida shu Konukun-West baş biletni elib olsa, poyezd stansiyaga udul kelalaydi. Poyezd stansiyasi aydurumning oraliqi bir 10 minutga bormaydigan yo'l, bu 2 bekat. Ondan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığındaki meydan ve biz ahir namayişini elip baradigan Wilson Saraya Wilson Palası'nın aldı mı poyezd stansiyasiga yakın. Piyada bağın buldu, lekin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldığa aeroplan bilan kelgan qarindoshlar shu biletni elib poyezd stansiyasiga kelib, poyezd stansiyasidan Abtuzlaba Abtuz Nasyon deb yozildi. Nasyon shu uning oldiga boradigan. Shu Abtuz bilan bosib bo'ladi, qulay bo'ladi. Öz şahsi maşinalar bilan kelgan qarindoshlarga tavsiyamiz Yevropadagi cho'ng shaharlarning ahvoli hammasi o'xshash. Bu mashina to'xtatish o'rinlariniki tuzumlari bak chong bo'ldi. Hamda Janubiy taqim shundoq bir xalqaro aldirash shahar bo'lg'achqa kelib ketadigan odam bak chiq bo'ldi. Shunga mashina mayada bir 1 soat 2 soat to'xtatib qo'ysam bo'larmikin deb alqa bo'sh bir yerni ko'rib andaq qatnashga nima daxli qilmaydi ekan, ammo to'xtatsam bo'larmikin deb hargiz unda nima qilinmasin. Jarimanisi bek ig'ir bo'ladi. Onun uchun poyezd stansiyasining ostida park, mashina to'xtatish maydonlari odatda yetarlik bo'ladi. U yerda eskartib qo'yilgan 3 xil rang bor. Qizil, ko'k, yeshil. Yeshil rangga qo'ysa, yeshil rangli qavatga u ko'rindash kiryotganda u yana biroz tanarq tuvan, azroq bo'ldi nima vaqtda. Undan keyin atrofda park uylari bor va yoki oq nimada bekitilgan sızılgan park yerlariga qo'ysa bo'ldi, lekin ularning vaqt cheklamasi bor tabii 2-3 soat, 2-3 soat mı yetib qoladi ba'zida. Ammo park uylari atrofda bor. Uni biz oldimiz kunlarda nimaga qo'yib qo'yamiz. Ash atrofdagi park uylari uni nima
park uylar. Onun için poyez stansı yaxşı buludu adette. Aptuz kildan qarindoshlarimiz ko'pchilik aytganki, Aptuz shoferlarini transport qilgan shirkatlar odatda nerede to'xtatganliklarini o'zlari biladi, ammo bizim yana shu yaqin atrofdagi Aptuzlarni to'xtatgan o'rinlarni aldığımız kunlarda ne qilsak bo'ladi, uni qayta o'tgandimi 2018dami, undan keyingi namoyishlardami uni tepib to'p qo'ygan to'q, xabar bergan to'q. O tayyorliklarni biz qilamiz, lekin qatnash masalasida bular aeroplandan kelgan qarindoshlar hamda chiqib akilib akitish o'g'ilqib ko'pchilik bo'lib qolsa biroz qiyin bo'ldi. Atrofdagi ishlar jiq bo'lib ketib qolsa, o'zi bemalol kelalaydi. Hargiz ansirmay qarasizlar yeziqliq nima tiket bir nima deb yezib qo'yadi bilet deb. Va shaharga kirib 1 soat bekorliq mang'in bo'lgan bilet. Nimada poyez bo'lsin, tramvay bo'lsin, avtobus bo'lsin, hammasiga o'tadi bilet. Poyez stansiyasida agar mashina to'xtatib, hamda reallik bor, vaqt soat biroz nima bo'lib, soat 11larga to'g'ri kelib qolganlar bo'lib qolsa, tasodifiy yo'l to'slab qoldirishli bo'ldi shaxsiy mashina bilan kelganlar. Poyez stansiyasidan shu ko'lni bo'ylab nimaga borsa bir 5-600 metr ya 1 kilometr chiqmaydi, shu biz yig'ilib namoyish qilgan ya. Unga berish uchun avtobus yoki bir narsalar kerak bo'lmaydi. Ko'p rahmat. O'tgan qatimliq namoyishda Tursunkam shu poyezd stansiyasiga aerodromga berib, video tortib, shuni e'lon qilib, nihoyatda tafsiliy ko'rsatganda, haqiqatan balkim avtobuslar yordam qilishi mumkin. Buning uchun Tursunkamga rahmat aytamiz. Uni jandiliq qildi. Hamda yana bir savol. Hamda nurg'un davlatlar hozir Uyg'urlar yoki Sharq Turkiston masalasi to'g'riliq nihoyatda jiddiy qarayotidi. Ham Shveysariya betaraf bir davlat, shundaqdimi hamda jamoati ham hukumatning Xitoyga bo'lgan qarshi hozir qanday bo'tidi? Haniki Uyg'urlarga bo'lgan bir yangi siyosatlar bormi? Shveysariyada bu to'g'riliq bir tushuncha bergan bo'lsangiz rahmat. Bo'ldi, rahmat. Deganimizdek Shveysariya betaraf bir davlat, siyosiy planlar bilan bakma oldin o'rin tutmaydi dunyoda, jiqroq iqtisodiy masalalar bilan munosabatini davom qildi davlatlar bilan, ammo kishilik huquq, demokratiya, erkinlik jihatda o'rnak bir davlat deb qarasak bo'ldi. Chunki bu kichik bir davlat, 8 millionga yaqin odam bor, lekin 4 xil til, o'xshash davlat tili, hech kim bilan to'qinishib qolmaydi. Fransızca mesela Cenevre'de biz barılan taraf Fransızca sözlerinde asaslı til var. Biz turvatkan devlet taraflarda Nemizce, onun ki İtalyan tarafta İtalyanca yani bir til var. Küçük bir senge bağmaydı adam sözü var, retoraman işte. Yani bu taraftan bu kişilik hukuk meselesi Şveysariya hakikaten hem yüzününki dünyada elip verivatkan faaliyetleri veya ki yüzünün tutkan ornu bilen nait mühim bir devlet, küçük boğan bilen şu taraftan bizning ishlarimizga, ya'ni bizning masalamizga, Uyg'urlarning Sharq Turkistonning masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelyotdi. Bularningki burundan tortib, xil burunlar boshlagan Xitoylar bilan kishilik huquq masalasi to'g'risida dialog va suhbat bo'ladi. Uni uzun vaqt Xitoylar chidamaslik qilib to'xtatib qo'yib, keyin bular tirishib Shveysariya taraf yana asli keltirib, asli burungi vaqtlarda Tibetlar uchun boshlangan, keyin biz so'zlashib, iltimoslarni qilib 2000-yilning boshlaridagi aldığın yerimlerde başlarda bu Uygur meselesi yani Şarkı Türkistan meselesi mi? Bu temir elingan bu sohbette her daim Shveysariya keyingi vaqtlarda Uygurlarni umumiy tilga olgan bilan keyingi vaqtlarda ismlar bilan yani ba'zi dangliq shaxslarimizning masalan qamalib ketgan aqsiyaga u yerda hammadan maqsiz jazolangan ya sababsiz Sharq Turkistonda shularning ismlarini tilg'ab turib Xitoylar bilan suhbatlarni yani bu o'zining andishisini yani bu yerda kishilik huquqning dafsan qilinayotganligini ochiq so'zlagan, ochiq ifodasini bildirgan siyosatchilar va davlat arboblari bor. Bu tarafdan bizning taqimi tirishib yani Uyg'ur jamoatchiligi bo'lishimiz bilan bu taqimi diqqat e'tiborini qo'zg'ashimiz kerak, ammo yana bir tarafdan Shveysariya xalqi bayatın diyerek nait erkinlik bilen net 100 yıl hiç kandak uruş görmey ve hiç kimden bir istilasıga işgalık uçurumgan erkin yaşayan halk boğaçka erkinlik nait kadirleydi.
bular bilan so'zlashgan vaqtlarimizda va keyingi vaqtlarda bular 5-6 yildan beri Xitoyning bu jazo lagerlarini qurib Uyg'urlarni rasmiy ochiq bir shaklda qirib tashlash, yani yo'qotib yutish, yer yuzidan yo'qotib yutish planini oshkorlagandan keyin u zodi 73 yildan beri bo'lyotidi. Hamda keyingi yillari dunyoning hammamiz bilamiz reallik dunyoning e'tiborini, diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Xalqdan nihoyatda nafrat uyg'ondi Shveysariya xalqida. Buni biz ko'rib turamiz. Kunlik 10 necha 20 necha kishilar bilan uchrashimiz, ishimiz, nimiz bilan va boshqa tarafdan. Undan keyin buni yana bir ko'rib bilgan nima? Matbuotlar nihoyat aktiv Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yib kelayotgan. Keyingi 3-5 yil ichida haftada eng az 2-3 qatim televizion bo'lsin, radio bo'lsin, gazet bo'lsin, muxbirlarning o'zlarininki ko'z qarashlari va yoki boshqa davlatlardan ilingan qarorlarni xabar qilish va undan keyin o'zining analizini qo'shish qatorliq va yoki bizlar bilan suhbat olib berish taraflardan bo'lsin, nihoyat yaxshi bir nimada bu matbuotda yaxshi tilga ilinib kelayotgan. Tabii hammaga o'xshash o'sha Ukraina urushi bo'yicha undan keyin biroz suslashib qoldi, lekin yana bir tarafdan biz jiq yoshlar bilan o'sha yerlik o'quvchilar bilan jiq aloqalashib turyapmiz. Men nurg'un bolalarga suhbat berdim, intervyu deb qo'yamiz hamda bular o'zlari aloqalashdi men bilan. O'quvchilar, bularning ba'zilari universitet o'quvchilari, universitet o'qituvchilarim bor, ilmiy maqola yozish uchun bolalarga bildirish uchun suhbat olib borgan. Ko'plagan o'quvchilar o'zining ilmiy maqolasini, o'qish bitirish maqolalarini yozganlar, Uyg'ur temasini tanlaganlar nihoyat ko'p bo'lyapti. Bu tarafdan xalqda Uyg'urlarga bo'lgan qo'llash, ya'ni Sharq Turkiston Uyg'urlarga bo'lgan qo'llash, quvvatlash, hissdoshlik qilish xilla yuqori. Lekin bu yetarli emas albatta, chunki Shveysariya davlati tarafidan aniq qat'iy shaklda bir qaror ilingan yo'q. O'zining ansirashlarini davlat arboblari bo'lsin, parlament a'zolari bo'lsin, vatanimiz Sharq Turkiston bo'layotgan ahvollarga nihoyat diqqat qilayotganligini, ansirayotganligini, bundaq dafsandichilikning xato ekanligini ifodalab so'zlaganlar bo'ldi. Ya'ni bu televizionda bo'lsin, gazetda bo'lsin, radioda bo'lsin. Ama devlet siyaseti süpütüde, mesela bazı biz minnettarlıkımızı bildirgen devletler okşaş, parlamentler ya ki devlet organlardan Şarkı Türkistan meselesi hakkında böyle siyasi bir karar elinliğine hazırlıkçı yok. Ama nurgun meselelerde bizlerle alakalaştı. Bu Xitay bo'lgan mesela diplomatik münasebet elbette devam kıldı. Her qanday devletine yan bir devletle diplomatik münasebet devam kılış, orduş nemisi buldu erkinlikке. Nurgun temalarda köz qarashları veya Xitaylarga bo'lgan talaplari boshqacha bo'lishga başladı. Bunun bir necha misollar var. Bu yerda so'zlab o'tirishning keragi yo'q deb qarayman. Ama abay degandek davomli tirishimiz kerak. Taxim aniq qarorlar elinishiga turtki bo'lishimiz kerak. Yani onun sebepçisi biz, yani biz tirishmasak bir adam chiqib o'zligidan vaymaman sanqib biray demaydi, ama hozir biz yanıla minnettar, çünkü bu yerda eng muhimi xalq haqiqatan yurtdoshlikni qo'llab-quvvatlashni bildiryapti Uyg'urlar. Albatta bayatın degandek takrorlayman, tirish qayta davomli tirishimiz kerak. Köpten köp rahmet. Hakikaten bütün Avrupa'da bir özgürlüş boğatıdı. Anadaki Ukrayna uruş boğandan keyin Xitay bilan Rusiyanın arasındaki münasebet yana qaytadan diqqat qo'zg'atydi. Çünkü bu yerda demokratiya bilan diktatorning orasidagi bir cho'ng farq bo'lgan ro'shanlashyapti. Balkim bundan keyin Xitoyga bo'lgan besim texim ish Yevropa aniq bir siyosiy ko'z qarashini to'g'rilishi mumkin. Bu albatta siz degandek bütün Uyg'urlar boshliq boshqa tashkilotlarningki, kishilik huquq tashkilotlari, hatto davlatlarningki tirishchanligiga bog'liq. Hamda yana bir ish, siz
o'zingiz Jenevada turmaysiz. Shundaqda nihoyatda jiroqdan tünögün namoyish bo'layotgan lager shohidlarininki yeniga berib, shularni yo'qlab, ahvol so'rab kelibsiz. Ularniki namoyish qanday davomlashyapti bu bir haftada yoqi, bugun 4-kun ekan. Bu to'g'riliq bir o'zingizdan ko'rganlarni naq maydon bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Oldu, rahmet. Shveysariyalik faaliyetlerimizin köpü merkezi Berin'de buludu. Bu bir 100 neç kilometre kilidi bana ama Ceneve Jirak lekin Cık Peri'yi ve geçken o Jirak bilinmeydiğen bu kütüdükken. Asaslık faaliyetimiz şu yerde bulduğum boğan dikken. Tüm gün berip geldim. Elbette o kırındaşlarımızın kilişiden burun xavrimiz battı. Kelgen dikken bizden Tursuncan qarindishimiz Janvar ekan. Her daim qo'shib 20 necha yildan ziqat ularni kutib, o'rlashtirgan ishlari, butun logistik ishlarini ga yordam qilib birga yana turyapti. Men tungün berib keldim. Endi lager shohidlarini mening tunishtirishimdan kerak yo'q. Hamda bulardan evvel Allah razı olsun deymiz, ama g'ayratiga barakallah. Chunki istibdat işgalçı Xitayning zulmini hammamiz ko'rdik, ama bulardek ko'rganlar yo'q. Yani mushu sirtda balki bir kishi bor, Rabia xonim, yani shu 7 yil, 8 yil Xitoyning turmusiga chiqib bu ahvollarni degan, ama bu keyingi bu lager shohidlari, yani bu chiqqan u yerdan chiqish nisb bo'lgan qarindoshlarimiz fidokorlik bilan Sharq Turkistonga bo'lgan javobgarligi, yani milliy burchi, kimlik burchi bilan o'tirg'i chiqdi bular. Bu 2-3 yıldan beri bular çıkan, 4 yıl oldu mu, şundan beri kılıvatkan faaliyetlerine hemimiz şahit olduk. Yani aşağıda, Ceneve'de, doğru, bular bile geplersiniz, adam evmeyden gepleşip baktık mı, aldığın yılı bizim şu Nimige Shveysariyaga bir haftalık Sayragül Savitbay hanımını teklif kılgan, nihayet yaxşı uçuruşlar, mekteplerde nimalarni suhbatlarni yapardik, davlatning yuqori qatlam kişiler bilan uchrashlar bo'ldi. Shu xonimni shu chog' deganda mening ko'zimga har doim aşağıda qarindoshlarimning ko'zilam, paqirab turgan ko'zi, shu lagerdagi, turmadagi qarindoshlarimning paqirab turgan ko'zilam ko'rindi. Boshqa shu nidolari, shu arzu armonlari bizning ovozimiz bo'ldi, bizni yetkizgin degan narsa menga anlıp durdu, görünüp durdu degandi. 2020 yılı kuzda kelgan qishda. Bu qarindoshlarimiz mi aynı şu gap. Masalan, Jenevada endi to'g'ri yomg'ir o bu deymiz, lekin hammasining salomatliklari o qiyin qistaqildan chiqqan kishilarning salomatliklari unchalar yaxshi bo'lmay. Jenevada ko'l bor, namya bo'lg'achqa dahshat sovuq bo'lsa, dahshat sovuq bo'lib ketdi. Dushanba kuni, seshanba kuni ajoyib qattiq yomg'ir yog'di. Shuni qaramay, pisand qilmay 8 soatlab turdi. Bunun ahamiyeti pek yuqori bu namoyishning. Bular shu lagerda kiyishga majbur bo'lgan kiyimlar bilan qo'llardagi Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatib, Michel xonimga bo'lgan talablari va yoki boshqa nimalar bilan o'sha turyapti. Bu haqiqatan ta'sirlanarli bir şey. Hammamiz, yani shu bular Yevropada yashayotganlar, erkin dunyoda yashayotganlar bir agar o'zini bir milliy burchim va vatanparvar, yani Vatanim Sharq Turkistonga garajdorlik burchim veya kimlik burchim deydigan bir inson bo'lsa, mushlar qarab turibmi, har qanday faoliyatga o'zining davlatida bo'lgan faoliyatlar bo'lsin. Yani faoliyat deganda shu millatga kuchun elib berilgan to'g'ri bir faoliyatlarga qatnash kerak. Bular shu Jenevada bo'lgan namoyishga mushlarning ro'yi qarabmi kelish kerak. Bular 5 kun turdi u yerda. Yani aldım bugün nima qilyapti? Bayatını Tursuncan bilan gaplashdim, xabar topdim. Erta bir kun turdi, o qarindoshlarimiz bilan aloqalashib turyapman. Bulardan ta'sirlanish, bular afirin deyishdan boshqa hech qanday gap topolmaymiz. Shu chiqdi. Rahat ularni men deb vaqtni og'im yo'q. Masalan, rahat yashaverdi turayotgan davlatlarda. Ama o'zi tashkillanib, o'zligidan to'xta. Ma xonim Sharq Turkistonga tekshirishga bor ekan, ammo Xitoy ziyoratga chaqirdim deyapti. Bu ziyorat bo'lmasin, hammamiz shuni nima qilyapmiz-ku? Arzu qilamiz. Bu tekshirish bo'lish kerak, ziyorat bo'lmasligi kerak. Chunki u bir ishg'ol qilingan yerga birisi berib ziyorat qilolmaydi. U yerda haqsizlik va insonlik
chiqqan bir siyaset yürgüzülayotgan bir tuproq işgal qilib olgandan boshqa yo'q qilib yutiman deyapti bu yerdagi xalqni, Uyg'urlarni. Ya'ni bunga qarshi chidab turaman, chunki bular bu qarindoshlarimiz aşı dehşetni, aş xo'rliqni, aş yo'q qilib yutilishni bedeni bilan, ruhi bilan yashag'achqa ko'rib kelgachga chidab turolmaydi. Bizmi shulardan ta'sirlanib chidab turolmasligimiz kerak. Ya'ni bir insoniy burchimizdan boshqa o'zimizning tuproqimiz bo'lgan kindiqqan burchimiz var hammamizning. Sirtqi chiqqan musharraf turayotganlar, Yevropada turayotganlar. Yani bu qarindoshlarımizga haqiqatan aferin deb ular qayil bo'lishdan boshqa qilgan so'z yo'q. Tungin bordim, berib atgan berib kechgacha turib ahvollashdik, tushdi biraz o'tirib bir yer kichkina nemqulluq so'zlashdik. Bizning yana agar bizdan bir talablar qila oladigan ishlarimiz bo'lsa dedik, ularni aytdi, xo'sh bo'pti. Yani o'sha qarindoshlar bizdan boshqa qarindoshlar berib, yani yo'qlab kelib turyapti. Hakikaten bu çoğu namayışın aldırki bir aldığın namayış oldu. Bu 5 günlük namayış ve bu bizden talebimizde yani Uygur cemaatinin ya Şark Türkistanlıklarının talebine bula yetkizgen bulatıdı hazır. Birleşken Milletler Teşkilatı'na. Bula salametlik dileyimiz hakikaten. Devamlı gayret dileyimiz. Yani vatanga bo'lgan bu vafakarlıkıdan hakikaten tesirlendim ben. Qaytadan. Köpten köp rahmet. Hakikaten bular bilan paranlaşış adamga kuch quvvat qo'shadi. Bugun Qalbinur xonim yana o'zining Facebook sahifasiga chiqarib qo'yibdi. Bu yerda Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Janvadagi namoyish 4-kuniga qadam qo'ydi. Bu bir necha kunda garchi atrofimizda har xil tahdid besimlar bo'lsin, biz yana ko'taran guruh bilan namoyishimizni davom qilyapmiz deb. Demak, ba'zi Xitoylar hatto atrofida piqirib yurib, tahdid solib, yaqin kelib suratga tortib, uni videolarini ko'rdik. Bunday qish burun boshqa Uyg'urlarga bo'lgan, shunday namoyishda yolg'iz bo'libmi? Ayrım kişilik namoyish ham işte az namoyishlarda Xitoylar bo'libmi shu yerdagi o'quvchilarni Xitoy konsullari harakatga o'tkazib shu o'quvchilarni avatib tahdid soldigan 7-8 o'rib olib degandek. Buni men bir qatim Germaniyaniki Germaniyanın Hamburg şəhərində G24-nin yığını bolğan çağda meni maşından qılğan Dolqun Kamlar bilan uçurşanmay mən bir yerdə ayrım qapsılıb qılıb həmmə yollar itilib ketgan ekan. Şu 7-8 Xitayning arasında qalğan bir ahval bolğandı o'quvchininki. Ular bayroqlarini tortib olib, to'sib degandek. Qanamsa Allah lager şahitlerimiz bütün dünyadaki lager şahitlerimizninki işlerini oңushli qilsin, tenini salomat qilsin. Biz ular bilan har zaman har qachon birga biz duolarimizni eslaymiz. Hamda oxirida sizning xizmat vaqtingiz ekanligingizni ham ishxonada o'tirib bu intervyuni berayotganingizni bilaman. Sizga buning uchun ko'p rahmat. Hamda oxirida mush namoyish to'g'riliq keng Uyg'ur jamoatchiligiga deydigan bir so'zlarimiz bo'lsa olsak, söhbətimizni şunu bilan oxirlashtirib, sizning xizmatingizni davomlashtiring. Rahmat. Rahmat. Namoyish inshaalloh Birleşken Devletler Teşkilatı aldıda, yani 13. May günü, 5. ayın 13. günü saat 9'da başlandı. Bu yerde bir toplanıp, onun için bu Wilson Palace tarafga mağımız. Bu yer aralıq bir 2,5 kilometrede kiloda. Burun Wilson Palace'dan nimig mağandık Birleşken Devletler Teşkilatı'na. Ama Michel Hanım'ın işxanası Wilson Palace'da bo'lğaçqa bu qatim şu meydanda toplanıp uyaqqa mağımız. Biz Uyg'urlar tertiplik, qoidalik bir millat. Allohga shukr, bu tarafdan faxrlansak bo'ladi. O'tgandagi namoyishlardami Belgiyada bo'lsin, Shveysariyadagi namoyish bo'lsin, Janvardagi va undan burun ko'plagan cho'ng namoyishni qildik, lekin o'sha bunda
sosyal medyalar bek nim bo'lmag'achqa hozirgidek ko'rsatib mandaq qilib bo'lmaydi, ammo hech qanday bir bizning tarafimizdan bir çataq chiqmadi. Çataq deganda, ya'ni o tartibni buzadigan yoki bir nimalarni buzib o'tadigan, chaqib o'tadigan bir ishlar bo'lmadi. Bu qatim mana shunday bo'ladi deb qarayman. Ayoq manganda shu tartibni saqlab, eng muhimi salomatlik diqqat qilib, endi u yer chuqum bütün davlatlardan kelgan qarindoshlardan bir tartibga yema qiladigan, mas'ul bo'lgan qarindoshlarimiz bo'ldi. Shular bilan maslahatlashib, shularning gapini anglab degandek tartiblik bir yaxshi namoyish qilsak, chunki bizning qilgan namoyishimiz vatanimizga, millatimizga bo'lgan bir burchimizni ado qilish namoyishi. Buning qattiq bir jiddiyati bor. Soğukkanlık bo'lishimiz kerak. Belki Xitoylar tungi men shahid bo'ldim siz degandek, u yerda kichik Xitoylar 2dan 3dan bo'lib u yoqdan rasm tortib jiq, u bir ish qitimlarni qilib ketmadi. Ammo yenimiz bir skamdi, lekin har qanday ishqa bu bir bexatar davlatlar amonlik saqlash taraflaridan o mas'ul kishilar va o rasmni tortgan bilan o qarindoshlarimiz bilan lager shahidlari, ya'ni bizlar qo'rqib ketmaymiz, lekin andaq rahatsız qilmasin degan shaklda o tarafdan xotirjam bo'lsa qoldi. Bu amonlikning bexatarlik saqchi qismlar va atroflarda bor. Onun uchun o yerda bir ular kep ya Xitoylar kelanmaydi. Kelgan bo'lsa qo'taqa tunin ko'ratdi, ham kelanmaydi yenimizga. Ama jiroq yerlardan turib ne qilgan. Namoyish jarayonida qarindoshlarimiz balki Xitoylar rahatsız qilishi mumkin. Bular cho'qim oldin tayyorlik qilishimiz kerak. Veya rasm tortilgan veya kelib gap atilgan bunday ishlar bo'lsa, o tarafdan bayatin degan shu tartibni saqlaydigan qarindoshlarimiz bilan aloqa qilishsak bo'ldi. Atrofimiz cho'qim saqchi qismlar bo'ladi. Ular bilan aloqa qilishimiz, bu tarafdan biroz bir necha qatimlar bu ishlar bo'lgandan keyin o tarafdan biroz tajribamiz bor deb deyalayman. O tarafdan xotirjam bo'lsak bo'ldi. Bizning faqat orzuyimiz va tilak qarindoshlarning keladigan qarindoshlarımızın salomat kelib ketishi, ya'ni bexatar kelib ketishi, yo'lda bo'lsin, uzun yo'llarni hammalarning ajrini bersin kelimiz deb tayyorlik qilayotgan qarindoshlar, biz bu fidokorlikni qilmasak bir necha soat, bir necha kunga vatanimizga 3 milyon yoki 5 milyon xalqimizdan ko'rayotgan kuni albatta sirtkilar ve Gülgülistan'da yaşamayotdi da lagerga kirib ketmagan yoki kirib ketmagan ya turmaga solib etmaganlar. Ulumi uchiq bir turmada bir ovozliq gap qilolmay yashayapti. Yani shularningki ahuzari va yoki shu ahvol hammamiz qarindishimiz. Cho'qim mening qon bog'liq bir qarindishim bo'lishi mumkin kerak emas. Uyg'ur bo'lsa yoki qozoq bo'lsin, o'zbek mening qarindishim, tuproqning egisi bo'lgan odamlar. Shular uchun biz bir borchimizni ado qilamiz deb yo'lga chiqayotgan ekan, nayt so'g'aqonlik bilan, sagaklik bilan, jangovarlik bilan albatta. Bu mush tinch dunyoda olib boradigan bir jang shu vatanimiz, millatimiz uchun. Ya'ni bu Yevropada qila oladiganimiz eng cho'ng bir o'zimizni ifodalaydigan bir maydon, bir imkon, ya'ni o'zimizni qanday shaklda cesaret bilen, soğukkanlık bilen, çünkü hak dava ilgisi biz, vatanın ilgisi biz. İşgalık uçurganını az dep, onu mançı yıldan beri sen beni nimemde man qaraysan dep durup, yok kılı yutmen de atkan Xitayga qanday şekilde karşılık kılsak bizge rava asli. Ama bu Avrupa'da, bu devletlerde kılalaydıgan en çok faaliyetlerimiz, bu aldığımız namayiştek buldu. Cık sözlep gidip kaldım belki. Bütün dünyadaki qarindoshlarımga en avval salomatlik, xotirjamlik tilayman. Kelish oldi tug'an Ramazon hayitini muboraklayman. Aman bo'layli, salomat bo'layli, o'zim salomatlik tarafdan seva nimam shu bo'lg'achqa kasbim, hammalarga salomatlik tilayman. En avval salomatlik bo'lsa hamma ishni qilib bo'ladi. Agar orliqda boshqa so'raydigan savollar bo'lib, qarindoshlarning Yevropadagi bo'lsin, boshqa davlatlardagi bir aloqa qilish nimasi bo'lsa, biz har qanday vaqt tayyor, kech bo'lib ketdi, kunduz bo'lib ketdi degan nima yo'q. Har qanday vaqtda bizlar aloqa qilasiz bo'ldi, so'raydigan savollar, o'rinlashtirgan ishlar bo'lsa, uni albatta
yordam qo'limizdan kelishicha emas, yordam qilamiz, uni tayyormiz. O tarafdan ham e'lon xotirjam bosildi. Sizga rahmat, Baxtiyor afandim. Tirishib vatan millat uchun g'oyat zo'r bedellarni to'layapsiz. Alloh ajringizni bersin. Ammo biz qilmasak bo'lmaydigan bir ish. Bu ishlar majbur. Bizning bir kunlik nafas olgandek bir ishimiz bu. Bir vaqt tabii Ramazonda shu vaqt tomoq yemaymiz, endi normal vaqtlardagi kunlik tomoqdek, nafas olgandek bir ish bo'lishi kerak bu. Vatan uchun, millat uchun javobgarlik deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Nihoyatda ta'sirlik so'zlab o'tdingiz. Qimmatli vaqtingizni chiqarib xizmat vaqtida bu suhbat programmamizga qatnashganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Biz sizning xizmatingizga, shundaqla Shveysariyadagi Uyg'urlarning xizmatiga texnik cho'ng utuqlarni tilaymiz. Shuning bilan birga programmamizni mishada oxirlashtiraylik. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Sahifamizni texnik yaxshilash uchun fikr takliflar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Uyg'ur millati hayot mamatlik shunday bir jon talashayotgan bu halqiliq minutlarda vatan uchun Xitoyga qarshi to'langan har bir zarra badalning qimmati bebaho bo'ldi. Qarindoshlarimizniki milliy, diniy, insoniy burchini ado qilish yo'lida bu kurash uchun bir o'lish hassa qetishga oldirayli qilganligiga hammamizning ishonchi komil. 13 may Janvadagi BDT binosi oldida ko'rishaylik. Namoyishning vaqti endi efendi degandek biz uqtirishlar chiqargandek 2022 yil 5 oyning 13 kuni ya'ni juma Yevropa vaqti ya'ni Jeneva vaqti atgan soat 9 da Jenevadagi BDT binosining oldidagi maydonda to'planamiz. Anadekan soat 10 larda taxminan 2-3 kilometr yurish qilib ya'ni menib BDT kishilik huquq oliy komissarining ishxonasining oldiga boramiz. Bu yerda namoyishimiz so'zlash bo'ldi. Anadekan har qaysi siyosiy partiyalar, anadekan davlat rahbarlari shu yerda so'zlagandan keyin soat taxminan 1 larda namoyishimiz oyoqlashdi. Aziz ko'ruvchilarimizning qanlimizga a'zo bo'lishni, hambarlashni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Hammanglarga Allohga omonat. Rahmat. Rahmat.